Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kesh romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz Osimning aslilarini o'qib, uning oliy maktabdagi hayotlari bilan tanishib chiqqan edik. Endi davomini o'qiymiz. Xatni silib etib bo'lib xeyli yengillab qoldim. Demak, opam uydagilar salomat ekan. Tağammu obdan bo'lib qapti. Men endi uyni sig'inish odatidan asta qutulib ketishim kerak. Men endi kichik bola emas. Darslarga ko'proq ko'ngil qo'ysam durust bo'ladi, deb o'ylaydim. Bir mezgil o'qigandan keyin shuni his qildimki, bu sinfda haqiqatan qaltis bolalar bor ekan. Sinfimizdagi bir necha savodishimga bek qo'l qo'yman. Ular nima degan tirishchan, nima degan bilimlik, cho'nqir fikrlik bolalar ha? Qashqarlik Kerem, Kamal, G'opurjonlar o'tira maktabda o'qiyotgan chog'lardila matbuotda she'rlarni e'lon qilgan asosiy puxta bolalar ekan. Shimollik bolalar ichida hikoya bilan nasrni yaxshi yozadigan bir necha qiz bor ekan. Hamidin bizning G'ulja tekaslik, Bug'doy o'ng, Jimg'ur kelgan Hamidaning shundoq esil nasrlarni yezib, birdilla ko'zga ko'ringanidan hayron bo'ldim ham suyundim. Bizning muallimlarimizmi bir-biridan sapoliq darsni yaxshi o'tadi. Har bir soat darsda bizga ko'proq narsalarni bildirishga tirishadi. Ba'zilari yumorliq, yana ba'zilari bak obrazliq, ma'nilik so'zlarni qiladi. Adabiyot o'qituvchimiz bir qitimliq darsda aeroplanni misol qilib, adabiy asarning markaziy ideyasini motorga, voqeligini asosiy gavdasiga, hissiyot va tasavvurni qanotga o'xshatdi. Savaqdaşlar, motorsiz aeroplan uçalamdı. Uçalmaydı, deb hamimiz tang javob berdik. Asosiy gavdasiz aeroplan bulamdı. Bo'lmaydi. Qanotsiz aeroplan osmonda parvoz qila olamdi. Yo'q, qila olmaydi. Dal shu chaqda guldirlagan ovoz bilan maktab osmidan bir aeroplan uchib o'tdi. Mana eng mukammal she'r parvoz qilmoqda, dedi kimdir biri. Hammamiz paroqlab kulishdik. Muallim kuldi. Orqadan savaqdaşlar, bu faqatla adabiy asarning markaziy ideya, qurilma va hissiyot bilan tafakkurning birikmasi ekanligi haqidagi oddiy bir o'xshatish. Ammo adabiy asar bo'libmi she'r, inson his tuyg'usi va tafakkurdan hosil bo'ladi. Aeroplan metaldan yasaladi. Uni kitobga, she'r tuyishga qarab yasig'ili bo'ladi. Ammo she'rni kitob yoki she'r tuyishga qarab yasig'ili bo'lmaydi. Bir shoir tirishib o'ginib aeroplan yasay olishi mumkin. Ammo injenerning tirishib o'ginib haqiqiy shoir bo'la olishi notayin dedi. Bu so'z ayni chaqda hammamizni qaltis ruhlantirib o'tgan edi. To'g'ri, adabiyot ana shundoq ijodiy emgak. U taqlid qilish emas, mangu yangilik yaratish, mangu. Yozuvchi shoir o'zgarishchan inson ruhining izlanguvchilari. Men hayotimda talay narsani unutib ketdim, ammo ashu bir soatlik darsni zodila unutmadim. Ashu so'zlar har vaqt, hatto ilmiy haqiqatlar ustun qilib etilgan yillardimi quloq tuyimda yangrab turdi. Kunlarimiz darslar bilan emas, yangi mazmunlar, turli faoliyatlar bilan ko'ngillik o'tdi. Noyabrning 5-da Manasqa 10 kunlik emgakka bordik. Emgakdan qaytib kelsam, meni uydan kelgan xat saqlab turibdi. Ayturg'anning konvert ustidagi ushshaq raddiy xatlarila nurg'un ma'noni izohlab turadi. Konvertni yirtib, xatni opam o'zi yozganligini ko'rganimda yengillab qolgandek bo'ldim. Opam uydagi nurg'un ushshaq ishni, qishning tayyorligini qanday qilib olganligini, og'aynam Rahimning hol so'rab kelganligini, bir kun kechgacha loychilik qilib, o'ylatimning o'rilib tushgan yerini o'ngshab berganligini yezib bo'lib, yana mendan andisha qilayotganligini, meni qanchalik seg'inganligini yezibdi. Xatining oxirida parvozsizgina Ayturg'anningmi o'ziga ko'p yordamlashayotganligini yezib, uningga ayrim xat yezib qo'yishimni jekilabdi. Shu yerda o'ltiribla opamga javob xat yezib etdim. Ayturg'an haqida bir og'iz gap qilmadim. Balkim
o'zi bir ishlarni his qilib ola. Opamdan kelgan xatni o'qib, qalbim yana seg'inish tuyg'ulariga to'ldi. Uyimga qaytadigan, opamni ko'radigan kunlarning tezroq kelishiga taqozo bo'ldim. Ammo yil oxiridagi aldirashliq, mavsumlik imtihon tayyorligi, yochika xizmatlarini xulosalash, ilg'or ittifoq a'zolarini baholashdek ishlar dövlishib turadi. Uning ustiga maktabda har yili yangi yilda fakultetlar aro san'at ko'riki o'tkaziladi ekan. Bizning sinfmi fakultetning kechiligiga numur tayyorlashi kerak ekan. Bizning tayyorlagan numurlarimizdan 3i fakulteti tanlandi. Uning biri Qumliq oyim bilan Nuriya o'rinlagan Azoda Gullar nomli lapar. Yana biri Hadiya ikkimiz o'rinlagan Billa Mangayli nomli aytishish. Oxirida kollektivning o'rinlashidagi Uyg'urcha, Qozoqcha, Tatarcha usul edi. Qiziq yeri, mush kechilikdan keyin sinfning ortisi bo'lib qoldim desa, san'at fakultetida 10 necha kun o'qiganligimning ta'sirimi har holda sahnaga chiqqanda ancha tamtirab ketmadim. Oq chit ko'nglak, jilitga kiyib ro'mol artib, dehqon ayollarga o'xshab qolgan Hadiyaga hayron qolganimdan tomoshabinlarni unutib rolga kirishib ketibdiman. Men Hadiyaga hayron qolgandek, Hadiyami menga hayron qopdi. Sahnadan tushibla u menga: "Ya Allah, Asim, siz rol ilishqa nimanch usta? Sahnada sizni tuniy olmayli qoldim. Har qancha qarsammi, oldimda bir johil, o'ttir dehqon turdi. Buni desam, uni deydi, uni desam, buni deydi" deb kulib ketgan edi. Yangi yildan keyin mavsum oxiridagi imtihonlarni tugatgan kuni do'kon aralab yurib opamga bir tivit shal, maxsus cho'nglar taqaydigan ko'z aynak, 2 hadamga bir juptin uzun paypoq setib oldim. Men mushuning uchun o'qishga mangdigan chaqda opam yenimga silib qo'ygan 30 so'm bilan bizga oyim-oy bergan turmush pulini bir tiyin uyan-buyan qilmay saqlab kelgan edim. Bu ömrümdə tunçı qitim opamga sovg'atliq ilishim edi. Kutgan kunlarmi keldi. Biz bir yurtliq 5-6 bala yuk mashinasida G'uljaga qarab yo'lga chiqdik. Dastlabki kuni safarimiz xeyli o'ngishli bo'ldi. Kangsoyga yaqinlashgancha havo o'zgarib lapildab qor yoqqil turdi. Biz hammamiz bir yerga yig'ilib, to'pimizga juvo yotgan ko'rplarni yepib, issiq uylarimizni, opalarimizni o'xshitib etib beradigan mazlik tomoqlarni o'ylab, bu jafoliq safarning tezroq oxirlashishini tilab o'tiratdik. Kangsoyga borsak, mashinalar qator to'xtab ketibdi. Oldi tarafda yo'l to'silib qolgan ekan. Yo'l yasag'uvchi ishchilar qorni tozalab yetisholmay o'tibdi. Bu yerda muzlab yotgandan berib qor tozalagan yaxshi edi. Qizlar narsa keraklarimizni saqlashga qoldirib, o'g'illar mashinadan tushib to'silgan yerga bordik. Tog'dan serdib tushgan qor yo'lda dövlishib turadi. 10-15 odam gurjak bilan qor ko'rayotdi. Saymon yetishmaganlikdan ilojisiz qarab turgan odam ko'p edi. Biz atrofni aqtirib, shu atrofdagi yo'l asrash uchastkasining qo'rg'osidan yo'g'on bir parcha taxtay tepib oldik. To'timiz taxtayning ikki tarafidan tutib, boshqalar gurjak bilan pastga tushirib bergan qorni taxtay bilan ittirib, yo'lning yoqasidagi cho'nqur yorliqqa tushirgil turdik. Hammamiz 16-17 yoshli bolalar bo'lg'ach, og'rigan ochqinimizni, oyoqlarimiz, ishtonlarimizni ho'l bo'lib ketganini bilmay, tärlab pishib shundoq ishlab ketibdimizki, yig'ilib turgan kishilar ruhimizdan ta'sirlanib, har birisi qo'liga chiqqan narsalar bilan qor tozalashga kirishdi. Kechga yaqin to'pa ittirish mashinasiga o'xshab ketilgan bir mashina paydo bo'ldi. Ko'pchilik buni ko'rib texmi ruhlanib ketishdi. Ana shundoq fidokorlik bilan ishlash natijasi kech soat 8-9larda yo'l ichilib, mashinalar chiroqlarini yondirib, bir-birlab yo'lga chiqib ketishdi. Biz shaharga tong saharda yetib keldik. Atrof texi qorong'u edi. Bir tal lampa xira yinib turgan bekat maydoni jimjit cho'ldirab qolgandek ko'rinadi. Shavkat ikkimizning uyi bir ko'chada bo'lganlikdan billa mangdik. Ikkimiz qo'limizga tayoq elib, itlar havishib turgan ko'chalardan avaylab o'tib, seg'ingan uylarimizga qarab ketib. Dastlabda Shavkat uyining oldida to'xtadi. Halqining eshikka urilgan ovozi yiroqlarga anglanib turadi. Men ketayotgach, pat-pat kaynimga qaraytdim. Bir chaqda eshikning g'ij qilib ichilg'ini, bir qeri odamning yutilib turib,
Bir nimalarni deganlikki, eshik taqilib zanjirlarning sharaqshig'ini anglandi. Oxirgi qitim keynimga burg'unimda eshik avvalgidek mahkam taqilgan. Eshik tuvi xuddi azaldan bir kim u yerda turib boqmagandek jimjitlikqa cho'mgan edi. Do'qmishdan qayrilibla tonish eshikni ko'rganda yurakim dupildab ketdi. Eshikning oldiga kelib to'xtadim. Bir qo'limda tayoq, bir qo'limda yo'l bo'yi ativorlab saqlab kelgan xalta. Eshikni qiqish uchun qo'limni ko'tarishimga eshik echilib ketdi. Bo'sug'da opam turardi. U menga qarab g'ulichini kerib, "Sening tvishingni to'yg'andim balam, mana rostili kelding emasmi? Onaning yuragi bolasining eshik oldiga kelganini to'ymay qolamdi. Kel saqam, sen to'yg'ich burib olay", dedi. Opamning issiq bag'rida turib o'zimni xuddi 4-5 yoshlik vaqtlarimga qaytgandek sezdim. Opam yuz ko'zim, bo'yin boshlarimni hidlab, issiq qo'llari bilan silab, "O'sib ketibsan, chiroyingmi o'zgarib cho'ng yigit siyoqqa kiribsan balam", deb qo'limdan xaltini ilib uyga boshladi. Ikki hadammi uydan yugurib chiqib meni ko'rib, aymangandek turib qilishdi. Chiroq yiqilgan mehmonxona uyga kirganimda burnimga uyimning tunish purqi guppita urildi. Bu olma hidi, sut qaymoq va surgush hidi aralashib ketgan ishtahoni g'idiqlaydigan bir xil hid edi. Men kichigimdan odatlanib ketgan, esimdan chiqmaydigan hid edi. Opam menga yana bir paz qarab ketib, ko'z yoshini to'xtata olmay qoldi. "Rahmatli dadang mush turqungni ko'rsa, qancha xushal bo'lib ketar edi, ha? Voy saqam. Dadamga o'xshaydigan saqam. Cho'ng dadang bir ko'rgan bo'lsa-chu taxi." Bo'ldi appa, yig'lavermagin. Osim yiroq yo'ldan keldi. Horg'andu, oshqandu. O'ltirib qursqini to'qlab, horduqni ilib olsin, deyishib hadilarim birdamda dasturxon rastidi. Apamning menga atab tayyorlagan tatliq turim, mayliq to'qash, samsa, sambuslarini, pishirilgan go'sht, ho'l quruq yemishlarning har biri apam va hadilarimning seg'inishini ifodalab turadi. Issiq etgan çaydan keyin hadilarim çaşdek tartılgan lag'ma ilib keldi. Ular lag'manni bek o'xshitib etib. Şoňa qursqum allaqachon to'yib ketgan bolsumu maqtab turib yevetdim. O'rindan turib put-qo'limni harakatlantirib, kirsam menga o'rin silib qo'yibdi. Mashda gurildab o't kuyatdi. Issiq o'ringa o'zimni tashlag'inimni bilaman. O'ygansam tush bo'lib ketibdi. Apam meni uyg'otishga qiymay beshimda qarab o'ltiribdi. O'rimdan turib yuz ko'zimni yuyib, o'yla aramni aylanib, har bir uyga beshimni tiqib biqib, hadilarimning chiroyli yasalgan uyini tomosha qilib bo'lib, choyga o'ltirdim. Qursqum toza ochqa edi. Choydan keyin apam ikkimiz yolg'iz qoldik. Apamning atiganki yig'isi, erkin tishlari hech narda yo'q. Yinimda odam aymangudek salofat bilan o'ltirdi. U mendan o'qishimni, muallimlarimni, maktabdagi turmushimizni, saboqdoshlarimni inchikilab so'radi. Bir yurtlik qiz saboqdashimning bor yo'qligini bakrak surishtirdi. Javobimni anglab ko'ngli sal joyiga tushgandek bo'lib, dadamning mendan naqadar zo'r umidlarni kutganligi, bolamiz o'g'il bo'lib qolsa deb ne armonlarni ko'ngliga pukkanligini so'zlab kelib, "Balam, sen uyimizningla emas, jamiyatimizning tövrigi, sen havrlarning cho'ngi, hammadan ko'p o'qig'ini. Tağıların, hamileringning ko'zi senda. Hammamizning umidini yerda qo'ymay tirishib o'qu. Maktabni a'lochi bo'lib bitkizib, aramizga sog'-salomat qaytib kel", dedi. Urug' tuqqanlarimning gapi orasida yana oy turg'anni tepilg'usiz qiz bo'ldi deb maqtab o'tdi. Apam aqlli ayol edi. Gapni bek ichiversa, mening biroqla rad qilib bilib, meni asta ayvashga keltirmoqchi bo'layotdi. Şoňa mening sukutda turvilishimga ancha parvo qilib ketmaydi. Menmu ko'nglimda appam va urug' tuqqanlarni xafa qilmay, uni o'zimdan asta zeriktirishni o'ylab qo'ygan edim. Yigitlar ay turgandek chiroyli qizlarning uzun o'ltirib ketishiga qarab turolmaydi albatta. Uning ota-onasimi qizining cho'ng bo'lib ketib, o'ltirib qilishidan ansiraydi. Appamning diqqatini burash uchun darhol sovg'atlarini chiqardim. "Appam,
Voy oğlum, biz sana bir tiyin pul evetmegen tursak, nädeki pulga bularni elip yurding? Degan bolsumu, xushalliqini yuchirolmay, heli romanni beshiq ortib baqsa, heli ko'z aynikin taqab, ko'rib, yosh qizlardek aynakning oldidan ketolmayli qoldi. Bir necha kungacha uyga kelgan mehmonlarga men akelgan sovg'atlarni ko'rsatib maqtinib yurdi. Tushdan keyin uyda kona kitoblarini varaqlab o'ltirsam, Ayturg'an kirib keldi. U mendan 1 yosh kichik edi. Xiyolimda texi kichik qiz deb hisoblab kelgan navri singlimning yasinishiga, bilinmas girim bilan texmo chiroyli bo'lib ketgan chiroyiga qarab, xuddi uni tuniyolmayotgandek birpas turib qoldim. U rostla Ayturg'an edi. Qaddi qomati uning baldur yetilganligini ko'rsatib turadi. Yurish turish yerdan 1 yil burunqi sho'x tentakligi yo'qolib, o'zini tutib olgan cho'ng qizlardek eg'ir bisiq bo'lib qolgan edi. Ikkimiz mehmonxon uyda o'ltirib xeyli uzoq paranglashdik. U menga opamning doim mening g'imimda yurganligi, o'g'lim tushim kirib qopti, biror pishganlikka yo'liqqanmidi deb ansirab, sahrodan bir tapqoq momayni chaqirtib kelganligini so'zlab berdi. O'ylab baqsam, bu gapning ichida bir gap bordek qiladi. Undaqda tapqoq momay nima dedi deb inchiklab so'rsam, u qizirib turib, "Yiroq shaharda bir o'g'lingiz bor ekan. Uni cho'ng ishlar kutib turibdi. Yo'lni tepib mangsa xeyli ish tavritadigan odam bo'ladi ekan", debdi. Zuhra bo'yi, "Opam, boshqa ishlar-chu?" deb so'rasa, "O'g'lingizning bishini qaymoqtirayotgan birisi bor ekan, lekin keyin yo'q bo'lib ketadi ekan", debdi, dedi-da, chiroyimga lapta bir qarab qo'yib, yana qizirib ketdi. "Sen shu gaplarga ishondingmi?" "Men bilmadim. Lekin hamma odam u momayning degini bek to'g'ri chiqidi deydi ekan-ku." "Lekin men to'g'risa degining birimi to'g'ri chiqmabdi. Mening yonimda beshimni qaymoqtirayotgan hech kim yo'q. Biz texi kichik tursak, maktabga borg'ili 6 oy bo'lmay turib, qaymoq qilib tursak qandoq bo'ladi? Men maktab bitkizgandan keyin yanama o'rlab o'qib, ko'proq bilim olsam deyman. Shunga keyingi ishlarning qandoq bo'lishini hech kim bilmaydi." Ayturg'anning tatirib bir nuqtaga tikilib o'tirib qolganini ko'rib, uningga ichim og'irdi. "Senchu, sen qandoq qilmoqchi? To'liqsizni bitkizsang davomli o'qamsan yoki?" "Meningmi to'liq o'ttirda davomli o'qig'im bor edi. Opam qiz bola degan bek o'qib ketsa bo'lmaydi deb turib oldi. Shunga tibbiy maktabga imtihon bermoqchi bo'lyapman." "To'g'ri o'ylabsan. Sening ufqlaring jiq. Baldira xizmatga chiqib ufqlaringga qarashqining yaxshi emasmi?" Ikkimiz paranglashayotganda opam bir qitim kirib bizga mamnunlik bilan qarab ketgan edi. Birdamdila yana kirib tomoqning tayyor bo'lganligini aytdi. Ayturg'anning uyda ishim bor edi deyishiga qaramay uni tomoqqa tutib qoldi. Ayturg'an ikkimiz sezilmas ko'ngilsizlik ichida g'izolandik. Bir hisobda mushundaq bo'lganimi yaxshi edi. Tuqqanlarning uylarini pətiləş, dadamning sahrodagi tuqqanlarini yo'qlash, kona do'stlar bilan o'ltirish degandek ishlar bilan bo'lib, qishliq ta'til hash-bash tugicha oxirlashib qoldi. Opam yana andishiga tushdi. Har qitimqi namozida safarimning o'ngishliq, yo'llarimning oq bo'lishini tilab duo qilgandan boshqa bekatga odam avatib yo'llarning qandoqligini surishtiradi. Opamning duolarini xosiyatidimi yoki surishtirganning foydasimi? Qaytish safarimiz o'ngishli bo'ldi. Maktabga kelib ko'rdikki, sinfimizdagi oilasiga qaytgan boshqa savoddoshlarmo kelib bo'pti. Sinf yotoqlar, yo'llar, maydonlar jo'shqin yoshlarning varang-churungi, shod-xo'ram kulkilariga to'libdi. Oliy maktab hayoti naqadar ko'ngilli-ka? Darslarimiz boshlanib ketdi. Salobatlik, bilimlik, choshlari ilm yo'lda oqargan ustozlarimiz qo'llanmalarni qo'ltiqlab sinflarga kiratdi. Munbarda soatlab o'ra turib, og'zidan ko'pik qaynag'icha kuyib pishib so'zlaydi. Kitoblarni varaqlaydi. Do'skiga tinmay xat yozib uchratdi. Ular bizga bilim berish yo'lida mash'aldek lovuldab yonatdi. Yo'ruqi, harorati bilan dillarni yo'ritmoqchi, qalbimizga o't yoqmoqchi bo'ladi. Ammo biz bu qadrli kishilarning, bu qimmatli soatlarning qadriga yetgandek yetib bo'lolmaydik. Vazirimiz hatto shunchalik nodon, bexud edik.
Ammo ular bizni ayıplab ketmaydi. Ular bizni tushunadi. So'zlaganlarining tuproqqa silingan urug'ga o'xshash oz to'la namlik va yo'ruqlikqa erishganda hamon ko'klab chiqadiganligini biladi. Məktəb g'oyat zo'r siyosiy ta'lim-tarbiya mashinasiga o'xshash bizning mingimizni marksizm, leninizmning jungocha nazariyasi va Mao'zedong ideyasining formulasi bo'yicha qayta qurashtirib chiqatdi. Xalqarodagi o'layotgan jahongirlik va kapitalizmning, davlat ichidagi og'dirilgan sinfiy dushmanlar, aksi inqilobchilar va buzuq unsurlarning bizning ishlarimizga har vaqt buzg'unchilik qilib turadiganligi, sinfiy kurashning rahimsiz va murassasizligi doim ruhimizga singdiriladi. İnsani mehr shafqat, ana balaliq, qarindoshlik, ayollik muhabbati deganlar partiyaga bo'lgan muhabbat va sinfiy muhabbat oldida chakana, xunuk narsalar hisoblanadi. Partiya, vatan, sinfiy manfaatlar oldida shaxsiy manfaatlar kichik bir to'p yoki millat manfaati hech narsaga arzimaydi. Hammadan muhimi biz bularning qil sig'mas haqiqat ekanligiga ishonatdik. Mushundaq bir elda sotsializm jannatida yashayotganligimiz uchun o'zimizni cheksiz baxtli his qilatdik. Bizning nazarimizda Amerika boshli g'arb davlatlari xuddi bizning tashviqot rasmlarimizdagi proletariat inqilobchilarining tumur mushti ostida o'mlab yurgan badbashara, uzun burunliq charanda parandalarning naq o'zi edi. U yerlarda yashayotgan baxtsiz bechora xalq kech-kunduz bizga talpinatdi. Ulug' dohimizga talpinatdi. Bizning berib ozod qilishimizga tashna edi. Ashu ezilayotgan emgakchi xalqni, bizga talpinayotgan bechora millatlarni ozod qilish, ularni o'qitib tarbiyalash uchun, yana butkul dunyoda kommunizm g'oyasini amalga oshirish uchun biz yoshlar, bo'libmi kommunistik yoshlar ittifoqi a'zolari tirishib bilim mahorat egallashimiz kerak edi. Ana shu ulug' g'oyalarga tayyorlanish uchun o'zimga haslab qattiq talab qo'yatdim. Qizil binoda echilgan yig'inlarni hisobga olmaganda, kunlarim yotoq, sinib, kutubxona orliqida o'tadi. Ilgirki kulka chaqchaqlarmu xiyolimga kelmas bo'lib ketgan edi. Uyga yozgan xatlarimni ana shundoq ulug'vor g'oyalarimni yozatdim. Keyin hadilarimning aytib berishicha, opam shunda xatlarimning birini o'qigandan keyin meni bir qandoq bo'lib qolgan o'xshaydi deb ansirab o'ltira olmay qolgan ekan. Mendin bir qarar yuqori sinfda o'qiydigan Shavkat pat-pat meni izlab yotiqimga kiratdi. Bundaq chaqlarda ikkimiz yurtimizning, ota-onamizning kichik vaqtlarimizda billa o'ynagan og'ayinlarning parangini silishatdik. U Urumchining hamma yerini tugudek bilatdi. Tarixda o'tgan Xo'ja Niyoz hoji, Temur xalbilarni, 3 viloyat milliy inqilobidagi G'ani Botur, Elixon To'ra, Ishoqbek to'g'risidagi boshqalar bilmaydigan gaplarni bilatdi. Uning gaplarimi bizni bek qiziqtiradi. Ko'nglimizda boshqacha bir xil tuyg'ularni qo'zg'aydi. Chunki ularning hammasi biz kichigimizdan bildigan ota-onalarimizning og'zidan tushirmaydigan mushu yurtda yashagan kishilar edi. Bir qitim u mendan "Dadalarimiz yotgan turmlarni ko'rib kelamdiq. Men bilan billa berishni xohlamsan?" deb so'radi. Bu savol menga bek tasodifiy bilinib, nima deyishimni bilolmay qoldim. Uning dadisi bilan tog'isi, mening cho'ng dadam bilan dadam Shingsay doiralari tarafidan bir tutilgancha iz deriki bo'lmagan bu baxtsizlik tufayli opam, hadilarim va tuqqanlarning ko'zidan bir kunmi yosh qurmagan, ular to'g'risida ko'pligan mish-mish gapni, qo'rqinchli parangni anglaverib, bu gaplardan o'zimizni qochiradigan bo'lib qolgan edik. Sen qandoq bilasan? Dadalarimizning turmisi nada ekanligini? Bu gap bo'g'izimdan nihoyat tasdiq chiqdi. Borgandan keyin bilsan, tomlarning kamiridagi tashlandiq turmalar haqida anglaganmiding? U yerda tomlarga yozilgan nurg'un xat bor. Ko'proq izlasaklar biror yip uchi tepilib qoladi. Qandoq? Qo'rqatamsan ya? Bo'ldi, qo'rqsang bormayli qo'y. İçimdə qo'rqinch va qiziqish tangla davolg'ib turadi. Oxiri uning "Qo'rqatamsan" degan gapi g'ururimga tegdi.
Men gelimni qirib etib, "Barayli, qachon bormiz?" dedim. Bu bir yakshanba kuni edi. Shavkatning degani bo'yicha uzun qo'nchilik rezinka ütük ham cho'ng qo'l chiroqdan birini tayyor qilgan edim. Shavkat bo'yniga esib olgan bir zil sumkaga ütük, palay, qo'l chiroqdan boshqa ombur, kuluch degandek narsalarni selib olibdi. Biz birinchi yo'l avtobusda bir necha bekat mang'andan keyin boshqa bir avtobusga almashdik. Chetrak ko'chalarning birida uningdan tushib qilib bir do'ngdan yuqoriga qarab yana bir pas mangdiq. Oyoq ostimizdagi yo'l borgan sari egizlab, ko'z oldimizda egiz to'pataq paydo bo'ldi. Bu yerlar odamsiz degudek edi. Anda sanda uchrab qolgan kona qora ranglik chapon ishton kiygan, chochlari gadanlarigacha o'sib ketgan, yuz ko'zlarini qasmoq bosgan yaqi yurtliq sargandonlar ko'ngilga vahima solatdi. Bu yerlarni olvasti teg'i deydi, anglag'anmiding? Dedi Shavkat man qarab kulib qo'yib. Anglag'an, ammo ancha-muncha so'gat va chatqallar o'sgan oraliq bilan yonga qayrilishimizga egiz tumir vodek oldimizni to'sdi. Shavkat uning eshigini tepdi. Eshik chiqib o'tilgan ekan. Biz eshikdan kirib oldimizga qarab ilgirladik. O'ng tarafimizda to'pa-tog' tomdek egiz ko'tarilib turardi. Tog'ning o'ttirdiroq bir yerida o'ngurdek bir kamar bor edi. Shavkat meni kamarning oldiga boshlab bordi. Shu chog'da buning o'ngir emas, tor qorong'u koridor ekanligini ko'rdim. Kamardan tushib turadigan g'uva yo'riqlikda koridorning taxta tosh va kesaklar tashlanib turgan eg'iz atrofi ochiqroq ko'ringandan boshqa uning nerisida tanni jug'ultadigan surlik qorong'ulik ko'zga tashlanadi. Biz darhol rezinga ütük palaylarni kiyib kamardan ichkariga kirdik. Tor o'ngirga o'xshab ketadigan koridor ikki tarafida odam aram patqudak eshiklar bor edi. Bu eg'ir qilin eshiklarni ko'ribla g'oyat zo'r bir hasrat menga qarab yupurilib kelayotgandek bo'lib, bir pas dimimni ololmay qoldim. Oyoq ostimdagi kesak va taxta toshlar hadisla putlashtirib yo'limni to'saytdi. Darhol qo'l chiroqni yoqdim. Engishib oldimdagi tosh kesaklarni elvatmoqchi bo'lishimga Shavkat: "Chiqilma! Bu yerda ziyonli hasharotlar bilan yilon bo'lishi mumkin. Mang'anda o'zingni tomdan yiroq tut", dedi. Men uni do'rab ehtiyot bilan oldimga qarab mangdim. Bir necha qadam mingib o'ng tarafdagi birinchi kamerning oldiga keldik. Kamerning eshigini ittirishimizga ichilib ketdi. U bir odam aralla patqudak cho'nqur o'ngir edi. O'ngirning ichidan muzdek sovuq havo urilib turardi. "Nimadoq sovuq yer bu?" dedim ixtiyorsiz. "Tegiga qaramamsan, tegiga qara. Su turmusi bu", dedi Shavkat. Qo'l churg'imni pastga tutib paqirab turgan qop-qora suvni ko'rganda tishlarim kirishib kosildayotgandek bo'ldim. Shavkat qo'l chirg'i bilan kamerning tomlarini yo'ritdi. Qaramtul dog'lar bilan to'lgan qo'pol tomning odam bo'yi kelgudek yeriga sinchilab qargan bugri ko'nicha xat ko'zga tashlanadi. Xat ushliq tosh parchasidek bir narsada tomda uyib yezilgandek turardi. Shavkat u xatlarni o'qidi. "Menki Qashqar 5 grammlik Sherif hoji. Bu zindonda 6 oy yotdim. Nima gunohim borligini bilmayman. Allah, omonatingni tezroq ilib, bu do'zaxdan qutuldirg'aysan. Amin. Hijriyaning yili." "Qora, bizning dadalarimiz bilan bir vaqtda tutilgan ekan", dedi u titrik ovozda. "Ilgirgilardan anglashimcha, ular bu xatlarni tirniqi bilan tomni uvib yozgan ekan. Avu qora dog'lar ularning tirniqidan chiqqan qonmish." Qandaqlarcha o'zimni tutolmay qoldim. Keyin men birdilla unsilib yig'layotdim. "Voy dadam, voy cho'ng dadam. Mushundaq kunlarni ko'rgan dadam. Gitti dadam. Biz 6 balang mehringa qonmay cho'ng bo'lmadik-mu dadam?" Shavkat muramdan quchoqlab, o'zining dastlabki qitim kelganda mendan battar bo'lib ketganligini aytib tasalli berdi. Biz toki yo'limizni qilin tumir eshik to'sig'icha ikki qatdagi kamerlarning hammasiga kirib ko'rdik. Kamerlar bir-biridan ko'p farqlanmaydi. Ko'p qismida boshda ko'rganimizdek xatlar bor edi. Bizning dadalarimizmi mushundaq kamerlarning birida mushundaq xatlarni yezib qoldirganligi aniq edi. Apamdan anglashimcha, dadam o'g'irliqcha chiqargan xitida o'zining bir tog'ning kamerda ekanligini yozgan ekan.
Men çoğ bolsam, uyimizde so'ngak ramkaga ilingan 2 parcha kona surat bar edi. Bularning biri çoğ dadam 2 o'g'li bilan tushgan surat. Yana biri opam bilan dadam çoğ 2 hadamni quchog'iga ilib tushgan surat edi. İkkila suratdagi dadam 40 necha yoshlardagi, qoshlari quyuq, soqolliq odam edi. Opam marjon do'ppa, uzun oq ko'nglik, qora jilidga kiyib olgan edi. Cho'ng dadam o'g'illariga ancha o'xshamaydigan o'ruq, oqseriq odamdek ko'rinadi. Opam menga yuzingning so'zinchoqligi cho'ng dadangga, og'zing bilan enking, ko'zingning ichi dadangga o'xshaydi deydi. Kichik vaqtlarimda bu suratlarga soatlab sinchilab qarabmi, ko'nglimda ularga nisbatan biror yaqinlikning paydo bo'lganini sezolmaydim. Men bu xaroba turmaga dasigan kunimdan tortib, ko'z oldimda chos soqollari o'sib ketgan, ko'zlaridan g'azab va umidsizlik chachrab turgan 2 odamning simosi ko'z oldimdan ketmadi. Ular mening bovam va dadam, mening eng yaqin odamlarim edi. Shavkat ikkimiz keyingi bir necha oyda har yakshanba kun degidek atrofdagi to'pa tog'larni cho'rgilab yurdik. Tog' ustidagi ravoqning ostiga joylashgan bir o'nkir texmo abjaq, texmo tor bir turmaga tutishadi. Biz uchaydek tor tosh palampaylardan o'mlab degidek tushib ketib o'tib, amaldorlar ravoqda ko'ngil ichiyotganda bu yerdagilar nima kunlarni ko'rayotgan bo'lg'iydi deyishdik. Kishini ajablantirdig'ini bu turmalarning rasmiy eshigi yo'q edi. Eshiklar choplab etilib, 100 minglagan mahbus bu yerga tirik ko'milganmidi? Undaq bo'lmasa, ular qandoq o'ldirilgan? Qayerlarga ko'milgan? deganlarni o'ylab ketatdim. Shavkatdan so'rasam, u bilmaydiganligini aytadi. Bundaq yerda har qandoq odamning 1 yil yashayalishiga ishonmaydim. Menga mushu o'ngirlar, qop-qora sisiq suvning osti chirib ketgan so'ngaklar, zaharlik yilon chayon, qurut qo'ng'izlar bilan to'lgandek bilinadi. Har qitim bu yerga kelganda, bu yerdan chiqib ketguncha ko'zim to'rt bo'ladi. Oqshomlari karotimda yetib, tog'larning cho'nqur kamerlarida jon talishayotgan sonsizlagan odamni ko'z oldimga keltiratdim. Va kechicha qo'rqinchli tushlarni ko'rib, qora bisib chiqatdim. Shunday qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.